$19.500 2021-yil Malibu Premier mashinasini sizlar uchun e'longa olib kelib qo'yganmiz. Ulgurib barakasini qo'ysangiz bo'ladi. Bunaqa narxda hech qayerda hali qo'yilmagan Malibu Premier mashinasi ulgurib baraka qilib oling. Mashinamiz menimcha 2 turbo, 2 tur yoki mana shunaqa 1.5 atmosferniy deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Toza Premier mashinasini e'longa joylaymiz. Kuniga 20 tadan 30 tagacha bo'lgan hamma arzon mashinalarimiz xudo xolisa Telegram kanalimizga qo'yilyapti. Bizga sababini qilamiz, xudo xolisa hamma narsa Allohdan. Ranglari qalbinglar kabi oppoqqina bo'lib turibdi. Videoga hozir aka bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Charm qo'dan 4 ta yumshoq balonlar taqilgan, Mercedes hadovoylar qildirib qo'yilgan. Salon holatini bitta ko'rasizmi, aka? Mana buni qarang. O'to'g'ri. Salon holatini bitta ko'rsatgan. Mana buni qarang, aka. Mashinamiz olib haydashlar uchun tayyor. Glavnisi ishi yo'q. Motor, hadovoy korobkalar cho'tki deb aytayotdi egalari. Endi biz ham haydab ko'rmaganimizdan keyin aka, mana shunaqa maqtaveramiz yoki birovni aytgan gapi bilan sizlarga mashinani yetkazib beramiz. Og'izdan olib, og'izga yetkazamiz. Ikkita eshik bagajning o'zida kraskasi bor, qolgan joylari absolyutni top-toza. Notariskiy dokumentlar tayyor. Mana bu nima deb yozib qo'yibdi? Premiermi? Okay, rostagasini e'lonimiz kelib qoldi. Ulgurib baraka qilib oling. Mashinamiz 139 000 km masofani bosib o'tilgan, holatlari zo'r, olib haydashinglar uchun tayyor. Mashina archa ko'chada turibdi. Kelib bemalol ko'rasizlar bo'ladi. Telegram kanalimizga o'tib olish esdan chiqmasin. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin.